Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Maktabga ishlaringiz sog'may yuribsizmi? Rahmat. Bir hafta mobaynida tekshiruvlaringizni hammasini chuqurlashtirib tekshirdik. Va nihoyat bugun hammasini javobi keldi. Bu to'g'ri, bizlar ham qiyin, achinarli holat, lekin to'g'ri qabul qilasiz degan ma'noda aytib turibmiz. Bachadon bo'yin saratoni degan tashxis tasdiqlandi. Sizda bu aniq chiqdi javob. O'zingizni qo'l oling, Karomat opa. İçing, suv iching, o'zingizni qo'l oling. Siz hozir kuchli ayol bo'lishingiz kerak. Suv iching suv. Bu siz uchun to'g'ri katta fojia, lekin kurashishimiz kerak bu narsa bilan. O'zingizni qo'l olishingiz kerak, farzandlaringiz uchun, ota-onangiz uchun, suyukli yoringiz uchun. Onkologlar siz bilan shug'ullanadi. Nur terapiya, ximiya terapiya degan terapiyalarni o'tasiz. Bu narsa sizga albatta yordam berishi kerak. Tushunaman, har bir oila uchun bu katta fojia. Lekin o'zingizni qo'l olishingiz kerak, Karomat opa. Qadrdon ayollarim, onaxonlarim, singillarim, qizlarim, bu holatni oldini olish mumkinmi? Hozirgi ko'rib turgan vaziyat bu o'ta achinarli holatdir. Mana shu achinarli holatni oldini olish mumkinmi edi degan savolga men sizlarga ma'lumot kiritmoqchiman. Albatta, har bir kasallikning oldini olish, ya'ni uni davolashdan ko'ra har bir kasallikni oldini olish afzaldir. Va hozirgi kunda bizning markazimizda, qolaversa viloyatimizda barcha reproduktiv yoshga kirgan ayollarimiz, ya'ni bular 30 yosh, 40 yosh va 50 yoshga kirgan ayollarga biz tavsiya qilamiz, tezda o'z yashash hududiga murojaat qilib, aynan tuman va shahar markazida joylashgan onko nazorat xonalariga murojaat qilib, odam papilloma virusiga analiz tahlil topshirish shart. Kichkinakkina analiz, ya'ni bu tahlil sizni hayotingizni saqlashi mumkin. Ko'z bilan ko'rinmas, ko'z bilan ilg'ab bo'lmas. Mikroskop ostida bir necha ming marotaba ko'paytirgandan keyin ko'rinadigan bir kichkinakkina virus sizni hayotingizni katta o'zgarishlarga, achinarli holatlarga olib kelishiga olib bormang. Uni albatta oldini oling.